Aziz birodarlar, Alloh taolo bizlarga ota-onamizni omonat qilib beribdi. Qadriga yetaylik. Hayotlik vaqtida ularning xizmatini qilib qolaylik. Duosini olib qolaylik. Shundagina Robbimiz bizdan rozi bo'ladi azizlar. Shundagina ikkala dunyo saodatini qo'lga kiritamiz biz. Ammo buni qadriga yeta olmasakchi, g'animat bila olmasakchi, bu berilgan imkoniyatni boy berib qo'ysakchi, biling, mana shu dunyoda necha milliard odam bor. Ota-onasini yo'qotib qo'ygan bir kishi mana shu dunyodagi milliard odamni har birini aytgan gapini, aytgan tilagini qilib bersin. Otasi chaqirgan vaqtda, onasi chaqirgan vaqtda labbay deb muhabbat bilan qaraganchalik, hurmat bilan unga nazar solganchalik ajrini topa olmaydi. Butun dunyo xalqiga yaxshilik qiling, lekin otangizga bir nazar solib, onangizga bir muhabbat qilib qo'yganchalik ajrini ola olmaysiz.